Osmanlı Ocakları tarafidan 20 yanvar yakshanba Xitoy konsul oldida axborot e'lon qilish namoyishi o'tkazib, Sharq Turkistondagi atalmish tarbiyalash markazini taqashni, Xitoy kommunistlarining musulmon turk qarindoshlar bo'lgan zulmini to'xtatishni talab qilish shuar to'lidi. Osmanlı Ocakları Aq partiyaga qarashli partiya bo'lib, bu tashkilotning bu faoliyatni tashkillaganligi hokimiyat beshidagi partiyaning Sharq Turkiston da'vosiga ko'ngil bo'lganligini ko'rsatib berdi. Shuning bilan bir vaqtda yangidan qurilgan Mahmud Qashqari tarbiyalash jamiyatining raisi Yusuf Boltaji Sharq Turkistondagi zulmni va bundan keyin bu zulmning O'rta Osiyodan o'tib, hatto Turkiyaga kelish ehtimoli yaqinligini nihoyat ta'sirli eskartib o'tdi. Kardeşlerimiz sustu, buna sıra geldi. Biz yani susarsak buradaki Türk kardeşlerimize geleceğini biliyor muyuz? Uyghur Kişilik Hukuk Siyasi Kanun loyihasi 18 yanvar Amerika Kengash Palatasining nopuzliq a'zosi Marco Rubio va Avam Palatasining nopuzliq a'zosi Christopher Smith qatorliq vakillar tomonidan bir vaqtda tunishtirildi. Qonun loyihasida Amerika prezidentini Xitoy hukumatining turk tilli musulmonlarga yurgizayotgan dafsandichilik siyosatlarini ayblashga hamda Xitoy raisi Shi Jinpingni qayta tarbiyalash lagerlarini darhol taqashga chaqirishga da'vat qilindi. Loyihada Amerika hukumati Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Kishilik huquq oliy komissari va Birlashgan Davlatlar Tashkilotining munosabatli doklad tayyorlovchilarining Uyg'ur diyorida bo'libmi atalmish qayta tarbiyalash lagerlarida jiddiy va cheklimasiz holda tekshirish ilib berishga qartilgan chaqiriqlarni qo'llaydigan bir strategiya tuzib chiqishga da'vat qilingan. Loyihada yana Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti vakillariga Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi ovoz berish huquqidan foydalanib, Xitoydagi turk tilli musulmonlarga qartilgan keng ko'lamli tutqun, tan jazosi va majburiy emgak qilmishlarini ayblashga yo'l yo'riq berishga chaqirgan. Uningdan boshqa bu qonun loyihasida Sharq Turkiston va boshqa rayonlardagi kishilik huquq dafsandichiligiga bevosita chetildigan Xitoy hukumati va partiya ichidagi amaldorlar ham Uyg'ur avtonom rayonining partiya sekretari Chin Chuangu qatorliqlarga jazo tadbiri qo'llanishga chaqirgan. Qonunning ilgirki nusxasiga har ikki palatadan jami 25 vakil imzo qo'ygan bo'lsa, bu navbatlik yangi nusxaga jami 31 vakil imzo qo'ygan. Amerika Tashqi siyosat kengashining tadqiqotchisi Lawrence Haas 17 yanvar maqola e'lon qilib, Amerikadagi Xil gazeti Xitoyning 1 milliondek Uyg'urlarni qayta tarbiyalash lagerlariga qamishi va ularni xo'rlashning dunyo uchun yomon bishorat ekanligini ogohlantirdi. Uning ilgari surishicha, Xitoyning Uyg'urlarni bostirishi uning ichki masalasida ko'rinsimi, lekin uning bu harakati chegara ichi bilan cheklanib qolmaydi ekan. Xil gazeti Amerika Davlat Majlisida taqiqlangan gazetlarning biri. Avtorning maqolada qayd qilishicha, Xitoyning Uyg'urlarni davlat ichi va sirtida rejimsizlik bilan bostirishi Xitoy xalqi uchun emas, harbiy diplomatik iqtisodiy jihatlarda davomli zo'rayotgan bu zo'ravon kuchning dunyo uchun bir to'laydigan badalning borligini ko'rsatdi ekan. Avtor Amerikaning ittifoqdoshlariga savol qo'yib, ulardan yiroqlashish, savdo kelishimlarini bekor qilish, erkinlikni olg'a surishni rad qilish dunyoda bir bo'shliq yaratganligini, lekin Xitoyning bu bo'shliqni to'ldirishga tirishayotganligini ta'kidlagan. Uning ilgari surishicha, dunyoda Xitoyning ta'sirining kuchayishi va Amerikaning ta'sirining ojizlashishi erkinlik va demokratiyani texmi zo'r xavfga duchor qiladi ekan. U maqolning oxirida ogohlantirib, garchi biz Uyg'urlarni Xitoyning ichki ishi deb qaragan taqdirdami, lekin Pokiston va Amerikadagi Uyg'urlarga ayon bo'lganidek, Beijingning ichki xarakteri uning chegarasidan olqib o'tmoqda. Chunki xuddi Sovet o'qituvchisi Andrey Sakharov aytgandek, o'z xalqining huquqiga hurmat qilmagan bir davlat qo'shinlarining huquqiga hurmat qilmaydi degan. 18 yanvar aloqa to'ri erkinlik kuni bo'lib, Uyg'ur, Tibet, Xanzo va kishilik huquq tashkilotlaridan tarkib topgan ittifoq tashkili birlashib, Google shirkatining London bosh shtabi va Hindiston bosh shtabi oldida Google shirkatining talash-tartish paydo qilgan yangi loyihasidan voz kechishni, shundaqla Xitoy hukumatining muhim uchurni suzib olish, izlash asbobini tadqiq qilishni rad qilishni talab qilib, foydani qimmat qarashning oldiga qo'ymaslik kerak, Xitoy hukumatining zanjir bilan xalqni bog'lashiga yordam bermaslik kerak qatorliq temalarda lozunkalarni ko'tarib qarshilik namoyishi o'tkazdi. O'tgan bir yilda Google shirkati yangi nomli izlash asbobini tadqiq qilgan bo'lib, Xitoy hokimiyatining hozirgi kontrollik tekshirish siyosatiga mos keladigan bo'lib, yoqtirmagan uchurlarni avtomatik cheklay oladi ekan.
Mutaxassislarning qarashicha, mazkur izlash sistemasining maqsadi Xitoy hokimiyatining keng tor ommasiga bo'lgan noroziligini kuchaytirib, xalqlarning bilishini xolamagan uchurlarni yo'shirish ekan.